Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Siz Sho'rchi savdo kanalisiz. Siz bilan Nodir Shoh. Bugun sizlar bilan dronlar haqida gaplashamiz. Dronlarning turlari va shunga o'xshagan ma'lumotlarni berib o'taman. Buning asosiy sababi ko'rib turibsizki, kanalim orqali har kuni short videolar joylab boryapman, qisqa short videolar. Hammasi texnologiyaning yangiliklari, eng so'nggi bo'lgan yangiliklari haqida ma'lumotlarni, videolarni joylab boryapman. Buning ba'zi sabablari, bitta sababi chet ellik auditoriyalarni jalb qilish. Ikkinchisi esa yangi chiqarilgan texnologiyalarni jamoatchilikka, o'zimizning jamoatimizga, ya'ni o'zbekistonliklarga ko'rsatish bo'ladi maqsadimiz. Dronlar haqida ba'zi bir ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Dronlar ikki xil turga bo'linadi. Masofadan boshqariladigan dronlar, radio signallar orqali masofadan boshqariladigan dronlar. Ikkinchi turi esa optik tolali sim orqali boshqariladigan dronlar. Bular fiber optik tolali g'alvar qo'yiladigan dronlar hisoblanadi. Siz tushunishingiz uchun sim ulanadi, dronga yuqqa sim ulanadigan, tolali sim ulanadigan, sim orqali boshqariladigan dron hisoblanadi. Bular asosan harbiy maqsadlarda ishlatiladi. Birinchisini avvalambor tushuntirib o'tishim kerak. Birinchisi radio signallar orqali boshqariladigan dronlar. Bularni to'xtatib qolish imkoniyati mavjud. Bular harbiy maqsadlarda ishlatish imkoniyati mavjud emas deyarli. Chunki radarlar chiqarilgan, dronlar to'xtatadigan, radio signallarni to'sib qo'yuvchi radarlar chiqarilgan. Masalan, dronni qandaydir obyektga jo'natmoqchi bo'lsa, ma'lumot olgani radar orqali to'sib qo'yadi signalini. Dron bo'ldi, uxladi dron. Droningiz uxlab qoladi. Unga uziladi. Ya'ni operator bilan bog'lanish imkoniyati uziladi. Dron birdaniga yerga qulaydi. Tepada uchib ketayotgan dron radar orqali unga signal, bloklovchi signal jo'natiladi. Radar birdan yerga tashlab ketadi, tushib ketadi yerga. Bu radio signallar orqali boshqariladigan dron. Endi esa ikkinchisi bu harbiy maqsadlarda ishlatiladigan dron hisoblanadi. Bu fiber optik g'alvarli, mana shunaqa g'alvar o'rnatiladi dronga, sim orqali boshqariladi. Tushunishingiz uchun aytyapman, optik sim orqali boshqariladi, masofadan boshqariladi. Uning eng qisqa masofasi 10 metr bo'lsa, eng uzoq masofasi 50-60 kilometrgacha yetishi mumkin. 60 kilometrgacha uzoqlikda uchirsa bo'ladi. Uni radio signallar orqali to'xtatish imkoni yo'q. To'xtata olmaydi. Radio signallar orqali to'xtata olmaydi uni. Uni faqatgina to'xtatish uchun boyagi simni, optik simini uzish kerak yoki dronni nishonga olib uni zararsizlantirish mumkin. Nishonga olsa bo'ladi. Boshqacha imkoni yo'q uni to'xtatishda. Ya'ni radio signal orqali bo'lmaydi u narsani to'xtatib. Shu sababli ikki xil turi bor. Boyagi g'alvar qo'yilgan sim bilan ishlaydigan dron bir marta одноразовый bo'ladi, bir marta maqsadli ishlatiladi. Masalan, bitta maqsad olinadi, shu bitta obyektni borib kuzatish kerak yoki urish kerak bo'lsa, o'sha obyektni borib nishonga, missiya deydi, nima desa bo'ladi, missiya desa bo'ladi. Topshiriq, bitta topshiriqni bajaradi, bo'ldi, dron uxlaydi. Shu bilan dronni qaytarib olib kelish imkoniyati yo'q deyarli. Chunki boyagi g'alvar sim bir marta ishlatiladi, одноразовый bo'ladi. Shu 60 kilometrga borib uchadi, o'zining maqsadini bajaradi, bo'ldi, shu yoqda qoladi. Maqsadini bajarib, kerakli ma'lumotni oladi, bo'ldi. Shu bilan dron joyida qoladi. Xo'p, endi shu boyagi radio signalli dronlar asosan maishiy masalalarda ishlatiladi. Narsalarni oshish, dastavka xizmatlari, kuzatish, obyektlarni kuzatish, ya'ni jamoat joylarida obyektlarni kuzatish, rasmga olish, ma'lumot to'plash, shu jamoatchilik rasmga olish, shu ya'ni xavfsiz hududlarda foydalansa bo'ladi. Ularda xavfli hududlarda foydalanish deyarli imkonsiz u narsani. Ya imkoni bor, endi radar ishlasa, radar orqali uni to'xtatib qolish imkoniyati bor. Shuning uchun ko'pincha harbiy maqsadlarda optik tolali, kabelli radarlardan foydalaniladi. Xo'p, bu ma'lumot siz uchun foydali bo'lishligi uchun o'zim bilgan ma'lumotimni ulashyapman. Tushunishingiz uchun radarlar, ya'ni dronlarning turlari haqida tushuntirib o'tyapman. Dronlarning har xil turlari bor. Endi hozir men ma'lumot bergan dronlarim ma'lumotlar to'plash uchun ishlatiladigan dronlar hisoblanadi. Bironta obyekt haqida ma'lumotlarni to'plab kelish, shu ya'ni harbiy masalalar bo'yicha ma'lumot olish yoki jamoatchilik orasida
qoidabuzarliklarni aniqlash bo'yicha dronlar bor. Bular masofadan va sim orqali boshqariladigan dron bo'ladi. Xo'p, kanalimiz a'zolari, bergan ma'lumotlarim, bermoqchi bo'lgan sizlarga ulashmoqchi bo'lgan ma'lumotim shu. Dronlarni ikki xil turlari, asosiy ikki xil turlarni haqida ma'lumot beribman. Undan keyin ham yaxshi yangiliklar bo'lsa, texnologiyaning yangiliklari bo'lsa, ma'lumot berib o'taman. Hozircha mana shu videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.